Maza qilib uxlayib turgan edim. Boshimga nima tegdi? Voy, olib tashaylik. Qayerga olib tashladim oxir men? Uni what the fuck? Nahotki men fakelimdan hayrildim. Kamerani yo'q qo'ygan ekanman-ku. Bilaman. Kamerani yo'q qo'ygan ekanman-ku. WhatsApp bolalar. Assalomu alaykum hammaga bolalar. Sizlar bilan Mag'aman bolalar. Sizlar bilan Mag'aman bolalar va menga xat qoldirishdi. Xat esa menga kamdan kam keladi va bu do'stlarimning o'g'irlanishi, ota-onalarim haqida bo'ladi. Juda ayanchli bo'ladi men uchun. Men esa xatlarni undan so'ng yomon ko'ra boshladim. Mayli, o'qib ko'ramiz. O'tirib olayda. Agar qo'ying, men birinchi manida yaxshi birinchi polizimda ishlab kelaman va Maxni oldiga boraman bolalar. Yaxshi-da bu. Max birinchi Maxni. Max yana bitta oilali bo'ldimi? Voy, sen kimsan? Men Maxni yangi o'qiyman. Voy bolakay. To'xta. Men Maxni yaxshi olaman. Ana u Maxni o'sha bo'lsalar kerak. Max qayerda endi? Yaraman Max qayerda? Janob mer, hammaga kiraver. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom bag'animga. Suyunchi bering janob. Men do'stim bolali bo'pti. U ko'nmay qoldi do'stning. Va suyunchini ertaga olasan. Bo'pti xullas. Nima ko'rmay qoldimi? Yo'q, 2 kundan beri. Nima men 2 kundan beri do'stlar shaharda edim. Max esa nimalarni boshladi? Max. Men boshqa Maxman. Nima oldi? Men boshqa Maxman. Oye, ke Maxga xatlashma. Salom. Yaxshimisan? Bo'pti. Nima u gapirish esdan chiqarib tupoy qoldimi men? Xullas gapirishi ham dovdira deyapman bolalar, cho'moslar. Dovdiradi loqa. Toshkentda qolay. Bolalar endi Toshkent ustidan kulmaymiz. Toshkent ham normal shahar axir. Hammani o'zining shevasi bo'ladi bolalar. Masalan, men Namanganman va sizlarga tushuntirish uchun boshqacha gapirdim. Namangancha chiqib ketyapti. Boshqacha gapiryapman. Namangancha gapiring. Bilki Namangancha gapiraman bolalar. Bo'pti, men polizimdan ishlab ketdim. Mana o'ta qayerdan topdim endi. Xullas, Namanganchani ham dovdirataman bolalar. Yaxshi, shunday gapira qolay. Bolalar, sizlarga tushunarliroq bo'lish uchun albatta stekin mevalayim. Qonun to'g'risi qiyidan yemasligi, qaysi go'rimga tiqamasligi, qaysi go'rimga sig'diraman. Nima deysizlar? Bitta chirik kartoshka har doimgidek chirik kartoshka chiqishi kerak bizda bolalar. O'tgan safar 2 ta chiqqan edi menimcha, taxminimcha. O'tgan bugun esa kartoshkalar dam olyapti. Nimaga? Kamda kartoshkalar sabzilarga qaraganda o'ta kam. Kam desam 5 taga kam ekan. O'ta kam emas ekan. 5 taga kam ekan bolalar. Ko'zlaringni alaytirma Max, ko'zingni alaytirma. Do'stim, nima deyapti Max, o'zing davolatib olgin. Yo'q. Bola, yana bitta gap. Agar meni o'zimni yaxshi eshitmayotgan bo'lsanglar bolalar, men mikrofonni ozgincha muammolar bo'layapti va mayli u xatni ham o'qib ko'raman bola hozir.
Lekin o'qigim kelmayapti, chunki har doim menga noxush xabarlar keladi, xat bo'lsa. Bugun agar kartoshkalarim kam chiqqani uchun uyimda 1-2 kartoshka sabzilar bor edi, o'shalarni ham qo'shib olaman. Shunda janob mer so'kmaydi, baqirmaydi, kulmaydi. Kulishni bilmaymi, so'kmaydi. Mana ikkita narsa achigani tashlab yuborsam, qo'shni parosati yo'q-da, ko'rasizlarmi? Ashidan turib o'tib qo'yaman. Men esa soliqlarni mana 47 dan olaman. Shunday qilsam 24 ta qolsin, kelingda 24 tadan mana hozir mana 8-16 tasi qolsin-da. 8 tasi mana bu parosat. Bo'ldi, 12 tasi qolsin mana. Manidan 32 ta bo'lsa, mana manini 1 ta qilib olaman. O'zbek 14 ta bu yerdan. Bu yerdan esa mana bunday qilamiz hozir bolalar. Opa, bo'ldi bolalar. Bu yerdan bunday qilib mana ikkitasini vanetga berib qo'ysaylik bolalar. Bo'ldi. 12 ta xullas tinim aylanmayapti bolalar. 12 ta kartoshka, 12 ta sabzi. Nima Max? Bu yerga blok qo'yib qo'ydi. Voy, chiq. Va Luk, chiq bu yoqqa. Chiq dedim Max o'g'li. Max ya manetta blok bo'la. Keling yurto'la va jitelar. Faqat uqat Max haqida bo'lmasin. Yo'q. Onajon. Nima bu yerda esa Max bor. Lekin qandaysiga mana bu yerga blok qo'ymasam Maxning o'g'li tushib ketyapti. Boshqa janob. Janob mer, hammaga kiraver. Asabimizmi? Tezroq kir. Assalomu alaykum janob mer. Sen bir mahal qancha salom berishing kerak? Va alaykum. Mana bu kartoshka sabzilarni qo'ygan ekanman. Bularni nima sotmayapsiz? Sotmaganim uchun oyligingni ol tezroq, qasamingizmi? Keling, oylikni keng safar olaman. Mayli, oq ko'ngil bo'lasan-da. Rahmat. Maxning o'g'li, uyga kirma, xo'p. Sen isming nima? Meniki Makaron. Yo'q, hali senga ism o'zim beraman. Mayli, rahmat sizga. Arzimayt. Makaronmish, ismini Makaron deydi. Bo'ldi, bemalol xatni o'qiymiz, lekin u Max haqida bo'lmasin. Agar Max haqida ekan-ku. Agar Maxni ko'rmoqchi bo'lsang, uni uyini tagidan top. Va bizga 3 stak olmos, 3 stak izmirut olib kel. Mana bu yerdan xat bor edi. Tashqaridagi Max bizning robot Max. Yo'q. Bularni olib tashlashim kerak. Qani tapor. Ha do'stlar. Videomiz bizga omad emas. Video bizga balo bo'ldi-ku. Sizlarga 3 stak almas, 3 stak izmirut kerak edi. Og'zimizdan 3 stakini chiqarib kelaman. Meni anoyiloq deb o'ylaydi. Va bolalar, lekin bizga hozirda kerak bo'ladi. Mana tapon ham kerak. Chiqib qolsa bosh-moshini uxlatib ketaman. Bosh-mosh qoshiq ketaman-da. Meni kirkam kimda ekan? Meni kirkam akamda. Mana nima oldim shunda? Meni kirkam, xullas. Kirka yomonchada. Kirka aka sizda bormikan? Yo'q ekan. Voy bilyap. Kirka voydod mana urib kirkam bir bola dedi. Hozir olib kelishni so'rayman bolalar. Ungacha video stop, pauza. Bolalar, yaxshi kamera oldida uni kirkani berganmidim rostdan yo'qmi? Kirkani
olib kelganim yaxshi, lekin tun chiqdi desam, kirka mana bu yerda ekan, senga chichay. Meni asablarim shu kunlarda asabdosh bermaydi deydi. Pechgan joyida sirli joyim bor bolalar. Mana. Hozircha bu yerni yopaman-da, yaxshi uxlayman. Lekin Max ertalab ham bo'ldi. Kechagi qovunim yomon qovun bo'ldi. Ko'rdinglar, mana bu yerda bitta sirli joyim bor. Mana edi ham sirli joyim bor. Pullarga ko'ra meni oramgohim dedi. Mayli tura qolsin, baribir uyimga hozirda hech kim kirmaydi. Kirsa ham taqillatadi meni shu paytda. Ochmay turaman. Bu yerda ham sirli joyim bor. Mana bularni kiyib oldiga boraman. Yo'q. Bularni kiymayman va ularga almas na izmurud kerak. Hozir men bularni izmurudini chiqaraman. Va yaxshisi nima dedim? Gapiringlarning nima dedim? Yaxshi, mana bu yerdan 300 stakni olib qo'yaman. Bu yerga timay qo'ya qolay. Bu pullar esa bilmayman qayerdan kelgan. Sizlar bilasizlarmi? Bu hammada sirli joy. Bu yerda ham 3 stak yo'qmi? 3 stak shira bo'lsa kerak deb bolalar. Ana bu yerdan olmagan edim. Mayli, endi iloji yo'q, ana bu yerdan olamiz. To'xtangda. Mana bu yerga qo'yib qolay. Mana unda monetka qo'ysam, u kirkadan yana bir. O'zi aslida bularni men chalg'itmoqchiman-da. Endi do'stlar, qalloblar har xil narsalari bo'ladi. Yaxshi bolalar, hozir mana bu qilich va tapu kerak bizga. Va ularning oldiga biz pul bilan boramiz. Voy, nima qildim? Max uchun hammangni o'ldiraman. Max bu meni do'stim. Bu blokni qanday olaman? Ko'ryapsizlarmi? Aqlga farosat qo'shilib ketgan. Bu yerga hech kim kirib olmasdan oldin Jidel bu yerga kirishni xayolingga ham keltirma. Luk, demak ular uyning tagida. Maga, senmisan? Menman, hozir to'xtab turing. Mayli. Do'stingning so'nggi kunlari shu yerda. Demak, sen o'sha Jidelsan. Men dushmanim edi bu. Yaramas. Qallob, it vachcha. Itni o'zim o'ldiraman. O'z qo'llarim bilan. Oldin esa pastga tushsam chiqa olmayman Max bilan. Shuning uchun 3 ta blok olib qo'yaman. Yaxshi. Mana bu kiyimlarni esa kiyib olganim yaxshi. Bismillahirrohmanirrohim. Xudo o'zing madad ko'rsin. Men tushaman, faqat kiyimdaman bolalar. Chaqol. Senmisam? Menman. 3 stakni ber. Mana 3 stak olmos, mana 3 stak izmurud bolalar. Endi men olib chiqib ketsam bo'ladimi Maxni? Sen nega yashin deyapsan? Men sendan qo'rqaman. Qo'rqib bo'lib ket. Max. Demak senda tapor bor. Demak sen qurollangansan. Mana buni ol. Sen qalloblarsan. Tushundingmi? Mana udi. Mana buni ol. Sen nima turibsan? Urolmayapsanmi? Kuching yetmayaptimi? Maxni o'g'irlab ketish shunday bo'ladi. Yaramas. O'sha Maxni o'g'irlab ketdi. Mening eng yaqin do'stimdan. Max, chiqa qol. Max. Ana bu Max bilan esa nima qilaman? Do'stlashamanmikin? Max, sen meni eng yaqin do'stimsan. Rahmat senga qutqarganing uchun. Arzimaydi.
Bolalar, videoni shergacha ko'rgan bo'lsanglar hammaga rahmat bolalar va bu videoni keyingi qismlarini ham, keyingi videolarni ham ko'ringlar bolalar. Xayr, sog', salomat bo'linglar bolalar. Max xayrlash. Xayr bolalar, men shu yerda turib xayrlashaman. Xayr bolalar. Xayr bolalar.